Ko'rasizlarmi? Qattiq yurganimni. Hammamiz bir kun masjidga kelamiz. Kimdir desam nega bormishdi bo'tga kelmasligiga. Men bo'tga ko'p kelib turaman, juda ham. Aytsam ekan sizlarga. O'limni eslab turish kerak har doim. O'limni esdan chiqarsangiz, bu narsadan qo'rqmay qolasiz. O'limni har doim eslab turish kerak. Chunki bu narsa sizlarni bu joyga eng tez olib kelib qo'yadigan narsa. Mototsikl, skuter haydaydiganlar o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Chunki bu narsa o'yinchoq narsa emas. Mototsikl olishimdan oldin ko'pchilik menga protiv bo'ldi-da. Nima qilasan mototsiklni? Nimaga kerak senga deb. Nima desam ekan? Men hayotga bir marta kelganimdan keyin bir marta yashayman-da. Juda farzandim bor ikkita qaytishni o'ylayman. Uydan chiqayotganimda xudo xolasa bugun uyga kelaman deb mashinada chiqib ketaman. Oldin ham haydaganman, o'pitim bor. Baribir men harakat qilaman ehtiyot bo'lib yurishga. Chunki haligidek aytganimdek bu narsa bo'tga bizani olib kelib qo'yishi juda ham oson. Juda ham tez olib kelib qo'yadi. Osongina. Hech qanaqa qiynalib o'tirmaydi bizani bo'tga olib kelib tiqishiga. Yana bitta gap aytib o'tmoqchiman. Oldingi videoyimda bitta mashinaga yomon gap, mashina to'g'risida yomon gap gapirib o'tdim. Shulardan uzr so'ramoqchiman Vision Studiyadan. Oldingi qilgan prikolim uchun haqiqatdan xunroq chiqdi. Nima desam ekan? Endi bilmasdan xato qilib qo'ydi-da. Kechirasizlar. Men o'zim ham chunki operatorman, когда operator to'g'risida bunaqa gaplar gapirilsa, конечно, sal emas, yaxshigina yoqmaydi. Hamma Alloh panohiga topshirdim. Sog' bo'linglar, ehtiyot bo'lib yuringlar yo'llarda. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا